Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda ko'pchiligimizni qiynayotgan, har bir oilaga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim mavzuni batafsil ko'rib chiqamiz. Gap pensiyalar haqida boradi. Kimga solid miqdordagi pul qo'shiladi? Kim esa hech narsasiz qoladi? Aynan mana shu savolga bugun javob beramiz. Bu ma'lumot har birimiz uchun, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashganlar yoki allaqachon pensiyada bo'lganlar uchun nihoyatda muhim. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hech bir daqiqasini o'tkazib yubormang. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya, siz uchun esa doim yangi va foydali ma'lumotlarga ega bo'lishning kafolati. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari pensiya tizimi biroz soddaroq, lekin shu bilan birga ba'zi jihatlari bilan chalkashroq edi. Ko'pincha pensiya miqdori mamlakatdagi minimal ish haqi miqdoriga bog'lab belgilanar edi. Har safar minimal ish haqi oshirilsa, pensiyalar ham avtomatik ravishda ko'pincha foizlarda oshirilib borilar edi. Bu tizimda shaffoflik ba'zan yetishmasdi. Ayniqsa pensiyaning hisoblash formulalari oddiy fuqarolar uchun tushunarli emas edi. Misol uchun, ko'pchilik odamlar o'zlarining pensiya miqdori nima sababdan aynan shuncha ekanligini, qanday omillar unga ta'sir qilishini to'liq tushuna olmasdi. Ish staji, ish haqi va boshqa koeffitsiyentlar o'rtasidagi murakkab bog'liqlik oddiy aholi uchun tushunarsiz matematik hisob-kitoblarga o'xshab tuyulardi. Bu esa ba'zan noroziliklarga va savollarning ko'payishiga olib kelardi. Odamlar pensiya fondi xodimlariga murojaat qilib, o'zlarining hisob-kitoblarini tushuntirishni so'rashga majbur bo'lishardi. Bu esa vaqt va asab talab qiladigan jarayon edi. Hozirgi kunda esa tizimda sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Davlat ijtimoiy ta'minotning asosiy ustunlaridan biri bo'lgan pensiya tizimini isloh qilishga qaratilgan bir qator muhim qadamlarni qo'ydi. Asosiy e'tibor pensiya hisoblashning shaffofligini oshirish, adolatliroq taqsimotni ta'minlash va eng muhimi aholining turli qatlamlari ehtiyojlarini inobatga olishga qaratildi. Endilikda pensiya miqdori shunchaki umumiy foizlarda emas, balki aniqroq har bir fuqaroning individual mehnat staji, yillar davomida to'plagan ish haqi va pensiya jamg'armasiga kiritgan shaxsiy hissalari asosida hisoblanadigan murakkabroq, ammo adolatliroq tizimga o'tildi. Bu shuni anglatadiki, bir xil stajga ega bo'lgan ikki fuqaroning pensiya miqdori, agar ularning ish haqi turli xil bo'lgan bo'lsa, sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bu o'z navbatida rasmiy ish haqi olish va pensiya jamg'armasiga muntazam badallar to'lashning ahamiyatini yanada oshirdi. Davlat bu yo'l bilan yashirin iqtisodiyotdagi mehnat faoliyatini kamaytirish va aholini rasmiy bandlikka undashni ham maqsad qilgan. Shuningdek, nafaqat yoshga doir pensiyalar, balki nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari hamda ijtimoiy nafaqalarni hisoblashda ham yangi mexanizmlar joriy etildi. Bu o'zgarishlar jamiyatda katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda, chunki ba'zi odamlar uchun bu o'zgarishlar ijobiy bo'lsa, boshqalar uchun esa ba'zi xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasligi kerak. Keling, endi pensiya oshirilishi kimlarga tegishli bo'lishi va kimlar bundan chetda qolishi mumkinligini batafsil tahlil qilaylik. Kimlarga solid miqdordagi pul qo'shiladi? Birinchi navbatda, solid miqdordagi pul qo'shilishi mumkin bo'lgan toifalar bu uzoq yillik rasmiy mehnat stajiga ega bo'lgan, pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda yuqori badallar to'lagan va oxirgi yillarda nisbatan yuqori ish haqi olgan fuqarolar. Davlat bunday fuqarolarning mehnatini qadrlashga va ularga munosib qarilikni ta'minlashga intiladi. Yangi tizimda aynan ularning to'lagan badallari va hisobotdagi ish haqlari pensiya miqdorini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shuningdek, agar ularning pensiyasi ilgari minimal miqdorga juda yaqin bo'lgan bo'lsa va umumiy pensiya indeksatsiyasi, narxlarning oshishi sababli pensiya miqdorini oshirish amalga oshirilgan bo'lsa, ularning pensiyasi sezilarli darajada oshishi mumkin. Ba'zan davlat tomonidan belgilangan minimal pensiya miqdori oshirilganda, u miqdordan past pensiya olganlarning pensiyalari ham bu minimumgacha ko'tariladi. Bu esa ularning daromadida sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Keling, konkret misollarga o'tamiz. Bir misol, Ahmad aka 65 yoshda. U umr bo'yi yirik zavodda muhandis bo'lib ishlagan, umumiy mehnat staji 40 yil. Oxirgi 10 yil davomida uning o'rtacha oylik ish haqi doimiy ravishda mamlakatdagi o'rtacha ish haqidan yuqori bo'lgan. Uning pensiyasi ilgari 2 million so'm edi. Yangi hisob-kitoblar va indeksatsiya natijasida
Uning pensiyasi hozir 2 million 500 ming so'mga yetishi mumkin. Bu 500 ming so'mlik o'sish uning yugurish staji va rasmiy yuguri maoshi hisobiga amalga oshadi. Uning pensiya jamg'armasiga to'lagan badallari miqdori ham yuguri bo'lganligi sababli uning pensiya koeffitsiyenti yuqoriroq bo'ladi. Ikkimiz misol Dilbar opa 60 yoshda. U uzoq yillar o'qituvchi bo'lib ishlagan, staji 30 yil. Uning ish haqi nisbatan barqaror, ammo zavod muhandisining maoshi kabi yuguri bo'lmagan. Agar uning pensiyasi oldin 20 million 300 ming so'm bo'lgan bo'lsa, yangi tartib bo'yicha indeksatsiya va minimum miqdorlarning o'sishi sababli uning pensiyasi 1 million 600 ming so'mga ko'tarilishi mumkin. Bu 300 ming so'mlik o'sish uning uzoq yillik rasmiy staji va jamg'armaga to'lagan hissalari bilan asoslanadi. Kim xavotir olmasligi kerak bu toifaga? Asosan allaqachon munosib pensiya olib kelayotgan va uning miqdori belgilangan minimal chegaralardan sezilarli darajada yuguri bo'lgan pensionerlar kiradi. Ularning pensiyasi ham umumiy indeksatsiya natijasida oshadi. Ammo bu o'sish ularning dastlabki pensiya miqdori yuguri bo'lgani sababli foizlarda hisoblansa-da, mutlaq raqamlarda juda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Ular allaqachon pensiya tizimining barcha talablariga javob bergan va ularning to'plagan staji va ish haqi pensiya miqdorida o'z aksini topgan. Shuningdek, ular pensiyaning keskin kamayishi yoki bekor bo'lishi kabi xavotirlarni his qilishlari shart emas, chunki ularning barcha hujjatlari tartibda va qonuniy asosga ega. 3 misol: G'ani amaki 70 yoshda. U davlat muassasasida mas'ul lavozimlarda ishlagan, staji kirti 5 yil. Uning pensiyasi hozir 3 million so'm. Umumiy pensiya indeksatsiyasi uning pandib bo'lsa, uning pensiyasi 3 million 300 ming so'mga oshadi. Bu 300 ming so'mlik o'sish Ahmad akanikiga nisbatan foiz jihatdan kichikroq bo'lishi mumkin. Ammo uning bazaviy pensiyasi yuqori bo'lganligi sababli u baribir sezilarli miqdordagi qo'shimcha mablag'ni oladi. Uning uchun pensiyaning o'sishi odatiy jarayon bo'lib, uning holatida hech qanday keskin o'zgarishlar kutilmaydi. Kim xavotir olishi kerak? Eng ko'p xavotir olish kerak bo'lganlar bu noan'anaviy mehnat stajiga ega bo'lganlar, ya'ni rasmiy ish joyida ishlamaganlar, umr bo'yi norasmiy sektorda faoliyat yuritganlar yoki umumiy mehnat staji belgilangan minimal talabga yetmaydigan fuqarolar. Shuningdek, ayrim hollarda pensiya hujjatlarida kamchiliklar mavjud bo'lganlar yoki ish stajini tasdiqlovchi hujjatlari to'liq bo'lmaganlar ham muammolarga duch kelishlari mumkin. 4 misol. Botir amaki 63 yoshda. U umr bo'yi qurilish sohasida norasmiy ravishda, ya'ni hech qanday mehnat daftarchasiga yozilmagan holda ishlagan. Uning rasmiy mehnat staji bor yo'g'i 5 yil. Pensiya yoshiga yetganda u faqatgina ijtimoiy nafaqa olish huquqiga ega bo'ldi. Chunki uning rasmiy staji pensiya olish uchun yetarli emas. Hozir u 700 ming so'm ijtimoiy nafaqa oladi. Yangi qoidalar bo'yicha bu ijtimoiy nafaqaning ham oshishi mumkin, ammo bu oddiy pensiya kabi sezilarli bo'lmasligi ehtimol. Uning daromadi pensiya oluvchi Ahmad aka yoki Dilbar opaning daromadiga nisbatan ancha past bo'lib qoladi. Uning uchun asosiy xavotir bu umr bo'yi to'plangan qora ish stajini qonuniylashtirish imkoniyatining yo'qligi va shu sababli munosib pensiyaga ega bo'la olmasligi. 5. Misol, Gulnora opa 61 yoshda. U butun umri davomida uy bekasi bo'lib farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan. Hech qachon rasmiy ish joyida ishlamagan. Uning ham rasmiy mehnat staji yo'q, pensiya yoshiga yetganida. U ham Botir amaki singari faqat ijtimoiy nafaqa olish huquqiga ega bo'ladi. Uning nafaqasi ham belgilangan minimal darajada bo'ladi va pensiya oluvchilarning daromadlariga yetib bormaydi. Uning uchun ham xavotir bu pensiya tizimidagi rasmiy bandlik talablariga javob bera olmaslik. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, pensiya miqdorining oshishi yoki oshmasligi har bir fuqaroning individual mehnat faoliyatiga, rasmiy stajiga va to'lagan badallariga bevosita bog'liq. Asosiy qism 2 qoidalardan istisnolar, qaltish jihatlar va noaniq nuanslar. Pensiya tizimi juda murakkab mexanizm bo'lib, unda faqatgina oq yoki qora ranglar yo'q. U yerda ko'plab kulrang zonalar, istisnolar, o'ziga xos qaltish jihatlar va oddiy fuqarolar uchun noaniq bo'lgan nuanslar mavjud. Keling, ularni batafsil ko'rib chiqamiz. 1. Qayta hisoblashdagi xatolar va ularni tuzatish imkoniyati. Ba'zida pensiya miqdori noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Bu inson omili sababli xodimning xatosi yoki hujjatlarda kamchiliklar, masalan, eski mehnat daftarchasidagi yozuvlarning noto'g'riligi, ma'lumotlarning yetishmasligi tufayli yuzaga kelishi mumkin.
Bunday hollarda pensionerning o'zi faol bo'lishi va pensiya fondiga murojaat qilishi, o'zining barcha hujjatlarini qayta tekshirishni talab qilishi juda muhimdir. Agar xato topilsa, pensiya qayta hisoblanadi va ba'zan bu ancha solid miqdorda pul qo'shilishiga olib kelishi mumkin. Ikki mehnat stajini tasdiqlashdagi muammolar, ayniqsa eski davrlarda, Sovet ittifoqi davri yoki mustaqillikning ilk yillari ishlaganlar uchun mehnat stajini tasdiqlash muammo bo'lishi mumkin. Korxonalar tugatilgan bo'lishi, arxiv hujjatlar yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda sud orqali stajni tasdiqlashga to'g'ri keladi. Bu uzoq va murakkab jarayon bo'lishi mumkin, ammo natijada pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bir necha yillik stajini tasdiqlash minimal pensiya huquqini olishga yoki mavjud pensiyani sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Ijtimoiy nafaqalar va pensiya o'rtasidagi farq. Ko'pchilik ijtimoiy nafaqa oluvchilar o'zlarini pensioner deb hisoblaydilar. Ammo qonunchilik nuqtai nazaridan ular pensiya emas, balki davlat ijtimoiy nafaqasini oladilar. Bu nafaqalar odatda pensiyalarga nisbatan pastroq bo'ladi va ularning oshirilishi ham pensiya indeksatsiyasidan farq qilishi mumkin. Pensiya olish uchun minimal mehnat stajiga ega bo'lish shart, ijtimoiy nafaqa esa staj bo'lmagan. Lekin yoshi yoki boshqa sabablarga ko'ra daromadga muhtoj fuqarolarga beriladi. Bu farqni tushunish, kim nimaga da'vo qila olishini aniqlashda juda muhim. 4 ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiya olgan holda ishlashni davom ettiradilar. Ilgari ishlayotgan pensionerlarga pensiyaning ma'lum bir qismi to'lanmasligi mumkin edi yoki ularga pensiya qayta hisoblanmasdi. Hozirgi kunda esa bu borada ham o'zgarishlar bo'lgan. Qonunchilikka ko'ra ishlayotgan pensionerlar ham pensiyani to'liq olish huquqiga ega va ularning pensiyalari ham umumiy tartibda indeksatsiya qilinadi. Bundan tashqari, agar ular pensiya jamg'armasiga badal to'lashni davom ettirsalar, ularning pensiyalari har yili qayta hisoblanib ko'payishi mumkin. Bu esa qo'shimcha rag'batlantirish bo'lib xizmat qiladi. 5. Maxsus pensiya turlari, harbiy xizmatchilar. Huquq tartibot organlari xodimlari, o'limlar va ayrim davlat xizmatchilari uchun pensiya tizimi boshqacha qoidalar asosida ishlaydi. Ularning pensiyalari ko'pincha maxsus qonunlar bilan tartibga solinadi va umumiy pensiya indeksatsiya ularga bevosita ta'sir qilmasligi, ammo davlat tomonidan alohida qarorlar asosida ularning pensiyalari ham oshirilishi mumkin. Shuningdek, shaxsiy pensiya tushunchasi ham mavjud bo'lib, bu davlat oldidagi alohida xizmatlar uchun berilgan maxsus turdagi pensiyadir. Bunday pensiyalar ham o'ziga xos hisoblash tartibiga ega. Taqdim etilmagan hujjatlar va uning oqibatlari. Ba'zan fuqarolar pensiya olish uchun barcha kerakli hujjatlarni taqdim etmaydilar. Masalan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agarda fuqaro ma'lum bir davr uchun o'zining ish haqini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etmasa, pensiya fondi bu davrdagi ish haqini mamlakatdagi o'rtacha ish haqi miqdoridan kelib chiqib hisoblashi mumkin. Bu esa pensiya miqdorining sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Shu sababli har bir hujjatning ahamiyatini tushunish va uni o'z vaqtida taqdim etish zarur. 7. Taqdim etiladigan hujjatlarning muddati. Ba'zi hujjatlarning amal qilish muddati bo'lishi mumkin. Ayniqsa tibbiy ko'rik xulosalari, nogironlik pensiyalari uchun yoki boshqa turdagi ma'lumotnomalar. Bu muddatlarga rioya qilmaslik pensiya to'lovlarining vaqtincha to'xtatilishiga yoki pensiya miqdorining o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Bu kabi noaniq nuanslarni bilish pensionerlarga o'z huquqlarini himoya qilishda va munosib pensiya olishda yordam beradi. Har doim o'zining pensiya hisob-kitoblariga diqqat qilish va shubha tug'ilgan joyda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish eng to'g'ri yo'ldir. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Aziz do'stlar, yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, endi aynan siz nima qilishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Harakatsizlik eng yomon natijalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun proaktiv bo'ling. 1. O'z mehnat stajingizni tekshiring. Bu eng muhim qadam. Hozirgi raqamli asrda bu juda oson. O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bo'lgan mytok.uz saytiga kiring. Ro'yxatdan o'tib, elektron mehnat daftarchasi yoki pensiya hisob varag'i holati to'g'risida ma'lumot xizmatini tanlang. U yerda sizning barcha rasmiy mehnat stajingiz, pensiya jamg'armasiga to'langan badallar va ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Agar sizda mytok.uz bilan ishlashda qiyinchiliklar bo'lsa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Pasportingiz va mehnat daftarchangizni olib boring.
ular sizga barcha ma'lumotlarni taqdim etishlari shart. 2. Mehnat daftarchasidagi yozuvlarni diqqat bilan tekshiring. Agar my.gov.uz'dagi ma'lumotlar bilan mehnat daftarchangizdagi yozuvlar o'rtasida nomuvofiqlik bo'lsa yoki mehnat daftarchangizda qandaydir xatolar masalan sana noto'g'ri yozilgan, muhr aniq emas, lavozim nomi xato yozilgan mavjud bo'lsa, darhol choralar ko'ring. Bu xatolar pensiya hisoblashda katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Avvalgi ish joyingizga agar mavjud bo'lsa, murojaat qiling. Agar u yo'q bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limi xodimlardan maslahat oling. Ba'zida sud orqali stajni tasdiqlashga to'g'ri keladi. 30. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni yig'ing. Pensiya miqdorini hisoblashda sizning ma'lum bir davrdagi odatda ketma-ket 5 yil o'rtacha ish haqingiz muhim rol o'ynaydi. Agar sizda bunday ma'lumotnomalar bo'lmasa, ularni avvalgi ish joylaringizdan yoki arxivlardan olishga harakat qiling. Agar ma'lumotnoma olishning iloji bo'lmasa, bu haqida pensiya jamg'armasiga xabar bering. Ba'zi hollarda ish haqi o'rniga mamlakatdagi o'rtacha ish haqi hisobga olinishi mumkin. Bu esa pensiyaning kamayishiga olib kelishi mumkin. 4. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar sizda pensiya miqdori bo'yicha savollar, noroziliklar yoki tushunmovchiliklar bo'lsa, zudlik bilan yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Sizning murojaatingizni ko'rib chiqishlari va batafsil tushuntirish berishlari shart. O'zingiz bilan pasport, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari va boshqa pensiya hujjatlarini olib borishni unutmang. 5. Hujjatlarning to'liqligini tekshiring. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar o'zlarining tibbiy xulosalari, vafot etgan shaxsning o'lim haqidagi guvohnomasi va boshqa tegishli hujjatlarning dolzarbligini va to'liqligini muntazam ravishda tekshirib boring. 6. Huquqiy maslahat oling. Agar pensiya jamg'armasi bilan muloqotda qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki holatingiz juda murakkab bo'lsa, bepul huquqiy yordam markazlariga, masalan, Adliya vazirligi huzuridagi huquqiy axborot markazlari, notariuslarga yoki malakali advokatlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga qonun doirasida qanday yo'l tutish kerakligini tushuntirib berishadi. 7. Internet resurslaridan foydalaning. Pensiya tizimidagi yangiliklar, qonunchilikdagi o'zgarishlar va amaliy tavsiyalar haqida doimiy ravishda Xalq bankining rasmiy veb-saytida, pensiya jamg'armasining rasmiy sahifalarida yoki davlat portal my.gov.uz'da e'lon qilinadi. Bu ma'lumotlarni muntazam ravishda kuzatib boring. Bizning kanalimizda ham doim shu kabi dolzarb ma'lumotlarni berib boramiz. Bu oddiy. Ammo juda muhim qadamlar sizga o'z huquqlaringizni himoya qilishda va adolatli pensiya olishda yordam beradi. Unutmang, sizning pensiyangiz bu sizning butun umr qilgan mehnatingizning mevasidir. Uni himoya qilishga loyiqsiz. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar. Bugungi videoda biz pensiya tizimida yuz berayotgan muhim o'zgarishlar, kimlarning pensiyalari sezilarli darajada o'sishi mumkinligi, kimlar esa xavotir olishi kerakligi haqida batafsil gaplashdik. Tushundingizki, pensiya miqdori har birimizning individual mehnat faoliyatimizga, stajimizga, to'lagan badallarimizga bevosita bog'liq. Rasmiy bandlik va o'z hujjatlarimizga e'tiborli bo'lishning ahamiyati juda katta. Hech qachon o'z huquqlaringizni bilishdan, ularni himoya qilishdan charchamang. Pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashib boradi va bu o'zgarishlardan xabardor bo'lish har birimizning manfaatlarimizga xizmat qiladi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha qanday fikrdasiz? Sizning pensiyangizda qanday o'zgarishlar yuz berdi? Izohlarda o'z tajribangiz bilan bo'lishing. Boshqa tomoshabinlar uchun bu qimmatli ma'lumot bo'lishi mumkin. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelgusida siz uchun yanada sifatli va foydali kontent yaratishga yordam beradi. Va albatta kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosing, toki siz hech qachon muhim yangiliklarni o'tkazib yubormang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va doim xabardor bo'ling.